Hozir bizda rul yumshatish bo'lyaptimi? Prushinkasini olib tortdik. Bu mana shuncha pastda turadi. Mana shuncha bo'ladi. Qaragan tekis bo'lib qoldi. Ovozi lekin ancha kamaydi. Kechagidan keyin. Bironta bilmagan uni idishga solib qo'ygansiz, kompot deb o'ylaydi qizili. Qizilga qarab ichaveradi. Nega bo'lsa. O'g'lim kompot olib kelibdi. Endi idishda turgandan keyin. Qaysi joyda idishida edi? Yaxshi aylanmanda tuvga qattiqda. Eslatib o'tamiz, mana bu yumbilarda hozir mana buni sal preslab o'ryapti. Bitta shayba bilan qo'yib yuborsa, orqa tomoni korpusga tegib qolmaydi. Shu tarafni aytib o'taylik. Bilganlarga eslatma, bilmaganlarga bu yangilik. Yangilikmi yo life hackmi bu? O'ziga chiqmasligi kerak. Sal ko'proq preslab o'rilgan bo'lib chiqyapti-da. Zavodskoy. O'shaning uchun bitta shayba qo'yib yuborsa, joyi kelib. Bitta shayba qo'yib yuborsa, yana qaytarib boshqa olib kelib o'tirish shart emas demoqchiman. Bizdan qo'yib yuborsa bo'ladi, bitta shayba bilan. Korpus tegib qolmaydi. Bu salgina chuqurroq qo'yilgan hisobiga mana bu atrofi blokka tegadi. Teganda shig'illab ovoz chiqarib qoladi. Bizda ham bo'lgan bu narsa. Almashtirib ko'rganmiz. Almashtirganimizda ham boshqa xuddi shuni olib kelganda o'sha joyi tegib qolgan hisobiga bilib qo'yganmiz. Ortiqcha shovqin, shum shundan ham kelib chiqadi. Mayda narsa-yu, lekin bilinadigan narsa bu.